Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan qolamiz va bugungi videoda bir obunachimiz so'ragandek oddiygina mazza qilib survival qilamiz va demak boshladik. Demak men qor biyomida spawn bo'ldim va demak survivalda birinchi daraxt chopishdan boshlaymiz. Albatta ko'p videolarim nega montajli bo'lmayotganini so'rasanglar, menga montaj uchun mualliflik huquqi berishdi va shuning uchun endi ovozsiz montaj qilaman yoki umuman montaj qilmasligim mumkin. Yo'q, montaj qilaman, lekin unchalik yaxshi montaj qila olmayman, chunki mualliflik huquqi berilyapti menga. Shunga o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar, to'g'rimi? Kanalim bloklanib ketishini xohlamasanglar, albatta. Lekin iloji boricha yaxshi montaj qilishga harakat qilaman. Lekin ko'proq ovozsiz bo'ladi, u YouTube ozgina ovozsiz bo'lib turadi hozirchalikka. Bo'rilar, oho. Ha, albatta 1.21 da har bitta bo'rini o'ziga yarasha biyomda spawn bo'ladi, ya'ni bu boshqacha bo'ri, qor biyomini o'zining bo'risi. Har bittasi juda ham chiroyli bo'ladi, lekin bu ham juda chiroyli ekan. Hozir men suvay topsam buni boqib olaman. Ungacha bo'lsa sizlar kanalga obuna bo'linglar va like bosinglar videoga. Chunki biz yaqinda 500 ta bo'lamiz. Yaqinda 500 ta bo'lamiz va men juda g'aroyib, yanada zo'r kontentlar chiqarishni boshlayman. Yaqinda ko'proq videolar kutib qolinglar endi. Tezroq pastga tushib like bosinglar va tezroq obuna bo'linglar. Chunki bu kanalning rivojlanishi uchun juda katta hissa bo'ladi. Masalan, meni juda ko'p odamlar ko'radi, lekin videolarimni ko'p odamlar ko'rmaydi. Lekin shortlarimni ko'rishadi va ko'plar obuna bo'lmaydi. 70% odam mening kanalimga obuna bo'lmasdan ko'radi. Ha, bu juda katta. Agar shu 70% odam obuna bo'lganda men 1000 tadan balki millionta bo'lib ketarmidim. Obunachi milliontami, milliardta bo'lib ketardi o'zi ham. Va men qo'llab-quvvatlash uchun, shuning uchun tezroq like bosib obuna bo'linglar. Bo'ldi. Xo'p, endi qor biyomini nima qilish mumkin? Qor biyomida birinchi navbatda menga ovqat kerak. Bunda ham qishloq topish kerak. Ikkita topor yasavordim. Mayli, ortiqchasi ziyon bo'lmaydi. Pechka ham bitta. Pechka bo'ldi. Endi hozir qishloq topishga harakat qilishim kerak. Bu taraflar bo'lmaydi. Bu qorli taygada bo'lishi mumkin qishloq. Lekin monoidlar juda uzun bilan olib ketgim kelyapti, lekin arqonam yo'q. Arqonam yo'q. Bu yer g'alati ekan, dengizlar muzlab qolibdi. Bu sohillar ham muzlab, hamma muzlab yotibdi. Tezroq ovqat topishim kerak, hozir qornim ochadi yana ham. Men juda yomon joydan spawn qilib qo'yibdi, lekin hamma qor, muz yegan hech bola yo'q. Quyon. Quyonlar yesa bo'ladi, aytmoqchilik. Quyon. Bobomurod,
bular yo'mayo bular vashuncha bo'lmagan. Tutqich bermas quyon. O, nihoyat 100 yil deganda bitta quyonchani o'ldirdim. Endi ey, qochma. Qochma. Voy. To'xta, quyon. Shuncha harakat qilganimga go'sham bermadi. Noinsof. Mana sekin. Ket. Voy. Okey. Ikkita quyon go'shti. Quyon ovlash o'zi ham rosa qiyin ekan bularni. Tez bunaqa uncha tez bular yo'q, charchayman men. Yugurolmay voy o'lib oldi. Voy. Konga tushib qoldim mayli. Balkim konga temir chiqib qolar hozir. Men shu ovqatlar pishirib turib chat yeyoraman. Qonim rosa ochib ketdi bu quyonlarni ovlayman deb to'g'ri. Shunga yarasha yaxshigina to'ydirsa bo'ldi, qani. Yom. Unchalik yaxshi to'ydirmayman, lekin bo'ladi. Hozirchalikka. Yana yarimta. Ozgina ochma yana ozgina ochma. Yana ovqat kerak. O'zi nima tushdimmi eki? Hozir mahullar yevoradi-yu meni, O'zim ovqat bo'laman hozir. Hozir chiqish kerak bo'lmaydi bu. Bu joy bo'lmaydi. Короче, chiqamiz. Bo'ldi. Endi taygaga qarab borish kerak. Taygada bu hayvonlar bo'lishi mumkin. Voy, maraz. Bitta narsa ham bermadi. Mana oyoqlardan baliq tushadi. Davay, birga bir. Duxu yetami ke? Bo'ldi, o'ldirdim. Endi bu baliqni bittasini hozir, yana bittasini ham hozir mayli. Pishirib yemoqchi edim, mayli. Hozir mana mol. Qonli taygada mol bu noyob. 3 ta go'sht berdi, rahmat. Zo'r. Bu itlarni ham voy, tezroq suvay topsam boqolardim. Yaqin atrofda suvay bormi? To'xta, bo'ldi. Krovat ham yasash kerak. Eng muhim narsalardan biri. Kechqurun mahullar o'rab olib bu yerdaligini zaharli skeletlar bor-ku. Ashlab bittada meni o'ldirib qo'yadi, so'killashtirib, bu zaharlab. Shunga to'xta. Quyoncha yeyman. Nima bunga tegmayapti? Minecraft bug bo'lyaptimi yo shunaqa? To'xta. Voy, to'g'ri. Nima bu? What the fuck, bro? Короче, ushonmadim. Flash ekan bular, короче. Bular umuman ushlolmayapti. Endi hozir kechqurun tushyapti. Kravat yo'q, bitta jumor xolos. Bunda ham mahluqlar bilan kurashib chiqishimga to'g'ri keladi kechqurun. Mana maktabga borib ko'raychi, biron quruqlik bormikan? Ayiq, ovqatlar, kelinglar. Kelish 2 ga 1 tashlasami? Mana. Bularni yetam, davay, 2 ga 1 solaman. Yoraman nafsi. Oy, sen bu tarafdanmi? Sen bu tarafdanmi? Yordim. Maki, gap yo'q. Endi
Pechkani qo'yib pishirib olsam bo'ladi. Endi go'shtlar pishirib olib, hozir yugurib qochishga to'g'ri keladi-da hozir. Chunki hozir qo'zg'olon bo'ladi. Oho, men juda yomon joyda spam qilib qo'ydi. Hamma yerda muz, bitam yer yo'q va ana o'zi kiribdi. Yo'lma-yo'ni zaharli skelet, o'rgimchak. Tezroq surish kerak, bo'tdan surish kerak. Hop, ovqatlar yeyman. Bo'ldi, suramiz bo'tdan. Voy bala, kim bu? Salom alaykum, brat. Yaxshimisiz? O'zingiz sog'lik yaxshimi, bola chaqalar bo'lyaptimi? deb turib o'ldirish kerak. Endi men bu ochiq bunday qop-qorong'i joy bo'lganiga yarasa ko'p spam bo'lyapti. Tezroq. Bo'l, ketish kerak. Ashincha endirmay, ikkita endirmaymi? Qoch endi, qoch. Bo'l, orqaga qaramasdan qochamiz, qarochi. Yo'q, zo'mid bolasi, yo'q. Ushog'isi yomon qiladi, yalmog'iz. Oho, moblar bazmi. Zombi. Yana ham oltin branyali. Yo'q. Creeperlar. Oho, skelet yo'q, otma. O'zim bitta joyga o'rab olib, keyin ertalab tushini kutsamikin. Bironta yer ko'rinmayapti-ku. Oho, bu okean ekan, aka muzlab qolgan. O'lib ketaman hozir. Zombilar, 3 ta zombilar aka bo'lsa kerak. Aka zombichalar hammasidan qochib yurish kerak. Kurashsam hozir taporim sinib qoladi, tapor bo'lsa menga kerak hali beri. Creeper. Oho, yer ko'rinmayapti-yu. Oho, yaxshi. Otdi. Voy, o'ldi hammasi. Voy. What the heck, bro? Minecraft meni qiynayapti. Bunchalik qiynalmadim, lekin bunaqa videolarimda tavba. Butun Minecraft dunyosi menga qarshi. Men endi sekin kavlayman, sekin yuraman. Sehrlab meni o'ldirishadi yaqinda. Tez yuraman endi. Mo sekin qazishi. Oho, bu 4 minut davom etar ekan. Voy, butun dengiz anaqa mavjudotlar la'natlayapti meni. Men bularga nima qildim, ha? Yugurib charchadim bitta joyda, menimcha qamalib 4 devorga o'ralib kutishim kerak menimcha, kech tushini. Ertalab tushini. U yog'i dengiz. Day suzib ketib o'raman undan ko'ra. Bu yerda moblar spam bo'ladi suvda. Faqat utopleniklar spam bo'la oladi. Ulardan qochib ketsa bo'laveradi. Tezroq. Voy beram. Voy, shunaqa ham bo'ladimi? Bo'l, suramiz. Mana oyat yer. Ona yer. Mana oyat oddiy, juda zo'r yer. Juda qiynalib ketdim. Buni hamlasami? Sekinmi? Bo'ldi. Endi o'zim yozgan daraxt, verstakka daraxt olay desam, sekin sindiraman, kirib beram bor. Qochishdan boshqa chora yo'q. Qo'shing. Yo'q, moblar bayrami. O'lib ketdilar. Tepaga chiq. Qarochi, meni bitta reja bor. Tepaga chiqib olaman, skeletlar otamni yon qilib o'zimni o'rab olaman-da, keyin ertalab tushganda
Video davom voy malim. Shunaqayam omadsizlik bo'ladimi? 5 soat so'ngra men buni video davom ettiraman. Просто 5 soat mashina sindirishga ketdi. O'zini butun dunyodagi eng sekin toshbaqadek tasavvur qilyapman. Toshbaqadek. Oho. 500 yillardan so'ng 5000 asrlardan so'ng va nihoyat million yil o'tib sindirib bo'ldim. O'ziyam 500 yil ketdi, men qarib ketdim o'zi. Shu darajadaki fantomlar hozircha spam bo'lmaydi. Bu tarafga ketaman, oddiy biyomga. Oddiy biyom yaxshi-da. Hamma yo'q bor. Bo'ldi. Endi kutish kerak. Короче, mana tongam otib ketdi. Anaqamam yo'qoldi. Effektlar endi mazza. Endi toshlarni olib oddiy biyomga yo'l olaman-da hozir. Birinchi navbatda qo'ylar topaman, jun qilib kravat yasayman. Bunaqa qiynalib hayotimni izidan chiqarib yorib, короче, risk qilmayman. Hech qanaqa oddiygina Minecraft oddiy odamlardek o'ynayman. Yaxshi ovqat bu yaxshi. Hozir qishloq chiqib juda zo'r bo'lardi o'zi ham, lekin men har doim survival qilganimda, video olmayotganimda juda ham zo'r lahzalar bo'ladi, lekin buni videoga ola olmayman. Afsuski videoga ola olmayman shu joylarni. Shunga hozir survival qilib ko'raman, qanchalik omadli bo'laman ekan. Masalan, men bitta o'zim survival qilayotganimda ishonasizlarmi? Men bitta junglidagi temple, ikkita cho'ldagi piramida, ikkita adskiy portal, keyin bitta qishloq topganman. Oddiy. Shunchalik nimada kuchayib, keyin juda ham kuchayib ketganman. Voy, nimaga sen qorasan, bitta jun yetmayapti. Shu sen tezroq katta bo'lsang zo'r bo'lardi. Ochopat shuncha ovqat yeysan, lekin katta bo'lmaysan. Haqiqat yo'q bu dunyoda, haqiqat yo'q, hammasiga kulib qo'ydim. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Oddiy biyom yo'qmi u yog'i? Tog'mi? Yo'q, bu yerdan qish bo'lib yotdi-ku. Gravel bozori u yog'i. Lekin mashta bitta ikkita temirlar uchrab qoladi, mana ko'mir. Ana temir, ana temirlar. Faqat ashga chiqib olishim kerak-da hozir. Unda hozir blokka olaman-da. Chiqaman. Mashdan kali bo'lsam bo'lar bunday qilibdi. Ko'mircha ke yonimga. Ko'mir bu yaxshi degani. Endi ana temirlar olish kerak-da.
juda yaltillab ko'zga tashlanib turibdi-da. Meni ko'zimga tashlanyapti lekin. Ana hamma temirlar olib chiqish kerak. Yo, birinchi monetagina keyin mana mashta. Mashtadan keyin bu yerga boraman. Bitta jun ketmayapti xolos. Yana bitta bo'lsa keyin bo'ldi. Qiroat yasayman. Bo'ldi. Keyin uxlayman. Tezroq uxlamasam bo'lmaydi-da, o'zi ham. Haliganga o'xshab talpani ichida qolib ketmay. Dahshat. Zo'r, vashi. Omadim kelishdi boshlayapti menimcha. Yana bilmadim. Bu qanchalik darajada omad? What? Minecraft seriozniy tushib ketdimi? Meni Minecraft asam uzyaptimi? Hatta Minecraft meni qiynayaptimi? Videoyimda-ya. Yo, temir. Shu temir bor. Nimcha? Bitta temir olish qiyin bo'lib ketdi. Ishqilib pastga tushib ketmay bo'lsam bu video tugaydi o'lsam. Mana omad. Temir tushdi. Temir tushdimi? Voy, bu graveller. Bular zirq tashlaydi. Endi bular hammasini sindirib o'tirish kerak-da, shu. Ustidan yana tush. Yaxshi. Ko'pgina temirim, qancha ko'p temir? 9 deydi. 11. 10 temir. Nima deyaptim? Qanchalik ko'p temirim bo'lsa shuncha yaxshi, chunki xullas yaxshi-da endi. Короче, mashqqa boramiz. Mashq to'g'risiga borib, platforma yasab, tushib ketmaslik uchun keyin olamiz. Har bitta temir juda qadrli. Mol yonyapti. Bu chekiga o'tsa bo'lardi-ku, kallasi ishlamagan qo'y. Endi yonib turaveradi molga o'xshab. Bu yerda o'tib ketibsam, bunday qilib. Endi gashga toshlab qo'yib chiqish kerak edi. Qo'y ham bor. Creeper. To'xta. Ko'zim ko'ribdi. Qo'rqib ketdim. Men do'stim Firdavsni bilasizlarmi? Ya'ni Ronaldo Edit kanali. Bu reklama emas. Lekin u YouTube tark etibdi deb eshitdim. Agar uni obunachilari bo'lsa, komment yozib qo'yinglar, lekin u YouTube'da tark etdim deb menga aytdi. Nimagadir uni motivatsiyasi tushib ketdimi? U ko'p video chiqarmayman endi. Umuman video chiqaraman, tark etdim deyapti. Xullas, ya'ni uni obunachilari bo'lsa, uni ko'proq qo'llab-quvvatlanglar, shunda u video chiqarar ekan. Короче, menga ham obuna bo'linglar. Meni yaqin YouTube tark etmoqchiman, lekin tark etib qolishim mumkin. Agar men motivatsiyam tushib ketsa, 20 ta voy, Короче, mana do'stlar, men iloji boricha survival qildim va buyuk xato tufayli yiqilib tushdim. Va yiqilib tushsam challenge tugataman degandim. Shunga endi challenge tugatishga to'g'ri keladi, chunki men o'ldim va bu degan yutqizdim. Ha, bo'pti.
Xayr do'stlar, bugun men sizlar bilan iPhone bo'ldi va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.